Hurmatli turizm ishqibozlari. Mana bugun ikkalamiz mana ahli ayol bilan birgalikda bolalar bilan hammamiz shu Jahon Travel degan firma orqali shu Zomin tog'lariga sayohat uyushtirdik. Juda maza qilyapmiz. Misol uchun ertalab soat 7:30da samolyotda olib kelib qo'yishdi Zominga. Undan keyin chiroyli bir mashinada ichlarida sovuqqina konditsionerlari bor mashinada yaxshi bir kafega olib qora kelishdi. merslarda. O'sha yerda ovqatlandik. Nonlari shunaqa bir chiroyli, shirin, go'shtlari, Tandir go'shti. tandir go'shtlari shunaqa chiroyli. Ovqatni shu yerda yeb, misol uchun peshinni ham qilmasangiz bo'ladi-da. Mana hozir mana bu tepalarga suqadigan joyiga olib chiqishdi. Ko'priklarga borib ko'rib keldik. Ko'priklar ham tekin ekan orasida. Mana Hamma hozir mashinaga olib chiqdi. Toshkentda 44 gradus suv bo'lsa, bu yerda 21 gradus suv. Havolariga gap yo'q. Kesanglar juda ham arzon, lekin biz hayron qolyapmiz. Endi biz ham shuni ko'taradimi shu pulni? 580 mingga shuncha misol ertadan kechgacha ham samolyotda olib kelib aylantirib, yana olib borib avtobusda olib borib qo'yish menimcha qiziq bo'lsa kerak. Biz ham oldin ishonmadik-da, mana kelib guvoh bo'lib o'tiribmiz. Juda maza qilyapmiz. Kelinglar, maza qilinglar, bola chaqanglar bilan. Arziydi puliga, juda arziydi. Oilaga kelsanglar undan ham zo'r bo'ladi. Salomat bo'linglar.